Chortoq tumani 7-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida bugungi kunda 50 nafar o'qituvchi faoliyat yuritib, 700 nafar o'quvchi ta'lim-tarbiya olmoqda. Ta'lim muassasasida o'quv jarayonlari zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil etilib, o'quvchilarning bilim saviyasini oshirish hamda intellektual salohiyatini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yo'lni kesib o'tishga shoshilmasdan svetofor belgilariga e'tibor berishimiz kerak. Darslar innovatsion usullar va axborot texnologiyalari asosida olib borilib, fanlarga qiziqish hamda mustaqil fikrlash ko'nikmalari shakllantirilmoqda. Maktab o'qituvchilari va o'quvchilari turli fan yo'nalishlarida yutuqlarga erishib, samarali natijalarni qo'lga kiritib kelmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-2021 yillardagi harakatlar strategiyasining yoshlarga oid davlat siyosati va 2017-yildagi yoshlarga oid davlat siyosatini tubdan takomillashtirish to'g'risidagi farmonlari, shuningdek O'zbekistonning 2030-yildagi strategiyasidagi yoshlarning ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, yoshlarning harakatlarini, ilmiy intellektual salohiyatlarni qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi farmonlari men uchun eng katta, keng ko'lamli yo'llarni ochdi. Hozirgi kungacha Tolib ilmning ustozdan so'raganlari nomli kitobim, 15 dan ortiq ilmiy maqolalarim va shuningdek ilmiy amaliy xalqaro konferensiyalarda, tanlovlarda ishtirok etishimda bu farmon va qarorlarning o'rni beqiyos. Bu mehnatlarim davomida O'zbekiston Xalqaro islom akademiyasini bakalavr yo'nalishini bitirdim. So'ngra magistratura yo'nalishida O'zbekiston Namangan davlat pedagogika universitetida ta'lim oldim. Bundan so'ng yanada to'xtab qolmasdan ham maktab faoliyati bilan birgalikda bugungi kunda Namangan davlat pedagogika institutining doktorantura 1-kurs talabasiman va hurmatli prezidentimiz bizni qo'llab-quvvatlashlari natijasida oylik daromadim stipendiya va foizlar, ustamalar, rag'batlantirishlar orqali bir oyda 10 million oylik olaman. Bu esa ta'lim sifati oshayotganidan dalolat beradi. Ma'naviy ma'rifiy ishlar tizimli yo'lga qo'yilgan bo'lib, o'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, kitobxonlikni rivojlantirish hamda ijtimoiy faollikni oshirishga qaratilgan tadbirlar muntazam tashkil etilmoqda. Adabiyot fanidan O'lmas Umarbekovning Qiyomat Qars hikoyasini o'tamiz. Hozirgi kunda o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishda biz milliy o'yinlardan foydalanamiz. Bu milliy xalq o'yinlarimiz ilgarigi biz ota-bobolarimizdan qolgan o'yin hisoblanadi. Bunda o'quvchilarimizni dunyoviy, ruhiy rivojlanishlariga juda katta ahamiyatga ega. Shuningdek, yurtimizda har payshanba yoshlar kuni sifatida belgilanganligi munosabati bilan maktabda ushbu kunlarda turli badiiy va ma'naviy tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Bu jarayonlar o'quvchilarning ijodiy faolligini yanada oshirishga xizmat qilmoqda. Hozirgi kunda kutubxonamizda 4200 tadan ortiq kitoblar bor. Xonamizda jadidchilar klubi a'zolari tashkil qilganmiz. Hozir jadidchilar kitobini o'quvchilarimiz astoydil o'qib turishibdi. Hozir biz o'quvchilarimiz o'rtasida jadidchilar klubiga 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rin olgan o'quvchilarimizga stipendiya tashkil qilganmiz. Biz o'quvchilarga stipendiyani berib, o'quvchilarni rag'batlantirmoqchimiz. O'quvchilarimiz bo'sh vaqtlarini yana unumli foydalanishda darsdan tashqari chiroyli yozuv to'garaklari, quvnoq matematika, ingliz tili bo'yicha, matematika bo'yicha to'garaklar ochilgan. Shu to'garaklarda o'quvchilar faol qatnashadi. Bugungi kunda maktab jamoasi ta'lim sifatini yanada oshirish, iqtidorli o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash hamda ularni barkamol shaxs etib tarbiyalash yo'lida samarali faoliyat olib bormoqda.